Ayni kunlarda mamlakatimizda O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tuman bo'linmasi tashkilotlarining konferensiyalari o'tkazilmoqda. Jizzax viloyati Zafarobod tumanida ham O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Zafarobod tuman bo'linmasi tashkilotining hisobot saylov konferensiyasi oshkoralik, ochiqlik va shaffoflik tamoyili ostida bo'lib o'tdi. Konferensiyada O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Respublika Kengashining Jizzax viloyati bo'yicha mas'ul tashkilotchisi Bahrullo Qodirov, O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Jizzax viloyati Kengashi tashkiliy ishlar bo'limi mudiri Ikrom Yunusov, Zafarobod tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimlari, tashkilot direktorlari va boshlang'ich kasaba uyushmalari raislari ishtirok etdilar. Dastlab tuman bo'linmasi kengashi raisi Muhammad Do'stovning tuman kengashining 2020-2025 yillardagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti tinglandi. O'zbekiston ta'lim va xodimlari kasaba uyushmasi Zafarobod tuman bo'linmasi kengashi tasarrufida 20 ta maktab, 1 ta ixtisosli maktab, 12 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 1 ta bolalar bor maktabi, 1 ta tuman maktabgacha maktab ta'limi bo'limi. Mana bugun Zafarobod tumanida hisobot saylov yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Katta konferensiya juda ham qizg'in, bahs munozaralarga, muzokaralarga boy bo'lyapti. Bu konferensiyada hisobot saylov yig'ilishi ma'ruzasi tinglandi va hamma o'z fikrlarini bildirdi. Ma'ruzachilarning ma'ruzalariga nisbatan bugungi davlatimizda, mustaqil O'zbekistonimizda olib borilayotgan inson qadrini yuksaltirishga, uni jamiyatdagi o'rnini yuksaltirishga bo'lgan e'tiborni mana shu oddiygina saylov misolida ham ko'rish mumkin. O'ylaymanki, kasaba uyushmalari inson qadrini yuksaltirishda bundan ham yaxshi faoliyat yuritadi. Tumanimiz miqyosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umuman ilm-fan xodimlarini qadrini, bugungi ish faoliyatidagi yutuqlarini va erishmoqchi bo'layotgan, ko'rsatmoqchi bo'layotgan o'zlarini loyihalarini tasdiqlashda va ularni mehnatini muhofaza qilishda, madaniy hordiq chiqarishida, jamiyatdagi o'rni yuksaltirishda kasaba uyushmalarining o'rni beqiyos deb o'ylayman. Shundan so'ng delegatlar konferensiya ishchi guruhi tomonidan tasdiqlangan loyiha asosida yopiq ovoz berish yo'li bilan saylov jarayonlarida o'z vakolatlaridan foydalanishdi. Bu jarayonda esa ikkala nomzodga ham belgi qo'yilishi kerak. Masalan, birinchi nomzod sizga ma'qul bo'lsa, unga qo'shuv belgisi, ikkinchidagi nomzodga esa ayruv belgisi qo'yiladi. Saylov natijasini e'lon qilaman. Saylov qutisidan 35 ta byulletin olindi. 35 ta byulletindan bittasi buzilgan, qolgani haqiqiy deb topildi. Hisoblash natijasi ovozlar quyidagicha taqsimlandi. Ya'ni saylov qutisidan chiqqan byulletinlardan Borliboyeva, Sohiba Jo'raboyevlar yoqlab 3 ta ovoz berilgan. 31 ta ovoz qarshi berilgan. Do'stov Muhammad Abirovichga 31 ta ovoz yoqlab berilgan, 3 ta ovoz qarshi berilgan. Bugungi saylov natijasiga ko'ra Do'stov Muhammad Abirovich Zafarobod tuman kasaba uyushmasi bo'limidan lavozimida qoldi. Hurmatli delegatlar, mana Do'st Muhammad Abirovich saylandi. Muhammad Abirovich tabriklaymiz.
Konferensiyada tuman kengashi tarkibi, taftish komissiyasi raisi va kasaba uyushmasi viloyat tashkiloti konferensiyasiga delegatlar ham ochiq ovoz berish yo'li bilan saylab olindi. Inson qadri tobora yuksalib borayotgan vatanimizda bu kabi konferensiyalarning ochiqlik va shaffoflik bilan o'tkazilayotganligi vatanimizning taraqqiyot sari ildam odimlayotganidan nishonadir. Mana bugun Zafarobod tuman ta'lim va fan kasaba uyushmasi xodimlari kengashiga yangi rais saylandi. Bu O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksida va O'zbekiston Respublikasi saylov qonunchiligi bo'yicha me'yoriy hujjatlar asosida saylov bo'lib o'tdi. Zafarobod tuman ta'lim fan xodimlari kasaba uyushmasi kengashidagi saylovlar mana shunday jarayonlarda, ya'ni o'sha saylov byulletenlari, saylov kabinalari me'yoriy hujjatlar asosida o'tkazildi. Bu jarayonda bugungi Zafarobod tumanida tashkilotlarda faoliyat olib borayotgan kasaba uyushmasining a'zolari, Zafarobod tuman kasaba uyushmasining kengashining delegat a'zolari faol ishtirok etishdi. Mana shu ish ko'rishlarda mana shu kasaba uyushmalar nomidan bir og'iz shuni ta'minlashda jazolari yana tashakkurnoma bilan Borliboyeva sohiba Jo'raboyeva kattaroq sovg'alar deb olasiz. bu yil kasaba uyushmasi raisligidan boshlagan pensiyaga chiqaman deyapti. Ochilib Abdusamad Fayzmurodovchimiz bor. Marhamat. O'zimga qatnashaman degan. Ular bizning ishimizga ko'p yordam beradi. O'rniga kelgan Alisher Kutbiyev sovg'asini o'zimga endi mana shu tadbirni joyini tayyorlashda yordam berdi. Shu maktabning yuristini chiqadi. Mana bu maktab bo'yicha direktor o'rinbosari Berbek Yunusov ishga yurtdi. Uni o'z oladi. Viloyatda o'rnagan odamimiz bor. Sen o'tirmay turib chiqadi. Sabulla Shohlar viloyatda kecha o'zi tanqid sog' bo'lib men Akmal doimiy ravishda Qur'on Akmal kattalarning biri. Lekin qo'yish temagani uchun ularga bermaymiz. Mana maktabda, bog'chada yaxshilayotgan raislarga berilgan sovg'alar. Mana oxirgi paytlarda mavjuda, Oltiyev mavjuda. Shayxonova Dilnoza ikkinchi maktabdan. Oxirgi gap yaxshilayapti. Oxirgi gap yaxshilayapti. Yaxshilayotgan bo'lsa bo'lmayapti. O'sha maktab, o'sha rasamobar. 11-bog'cha Zebinisa Tursunova. 7-maktabdan Qo'yboqova Ulg'osin. Qolganlardan kechirim yetkazamiz.